Assalomu alaykum, o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Superligada 10-turning so'nggi o'yini bo'lib o'tdi. Agemka Neftchi bilan durang o'ynadi. 10-tur o'yinlaridan so'ng yakuniy turnir jadvali quyidagicha ko'rinish oldi. Agemka Nasaf Dinamo kuchli uchlikda bo'lsa, Navbahor, Bunyodkor, Neftchi, Paxtakor esa ta'qib qiluvchi rolda bo'lib turibdi. So'nggi o'rinlarni Buxoro va Shurtan band etib turibdi. Superligada 10-tur o'yinlari ortda qoldi. Hozirda turnir to'purarlar ro'yxatida Paxtakor hujumchisi Egor Sergeyev 8 ta gol bilan yaqqol peshqadam bo'lib turibdi. To'purarlar ro'yxatida top 8lik quyidagicha. Superligada 23-26 may kunlari 11-tur o'yinlari bo'lib o'tadi. Ushbu tur o'yinlarining boshlanish vaqti bilan tanishing. Surxon Andijon mehmoni bo'ladi, Nasaf Agemkani mehmon qiladi. Bu uchrashuvda g'olib bo'lgan jamoa turnir jadvalida peshqadam bo'lib oladi. Nasaf va Agemka jamoalari o'rtasidagi bahsda qanday hisob qayd etiladi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Neftchi Shurtan, Sug'diyona Buxoro 11-turda Vodiy derbisiga guvoh bo'lamiz. Navbahor Qo'qon 1912, Paxtakor Xorazm, Dinamo Qizilqum, Mash'al Bunyodkor jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Bu yilgi Superliga chempioni qaysi jamoa bo'ladi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling.